Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Mevali ko'chatlar olam bog'dorchilik fermer xo'jaligida joylashgan xurmo ko'chatlarimizni ko'rishinglar mumkin. Xurmolar yosh turib mana ko'chatlar tayyor sotuvga, meva kirgan to'liq. Shokoladli Svicha sorti. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham serhosil nav hisoblanadi. Ekishinglar tavsiya qilamiz. Sovuqqa ham juda chidamli nav hisoblanadi, sovuqqa. Mana hozir bu yosh turib mevani solib qo'ygan, mana bir dona to'r yo'q. Tanasida to'r ushamaydi, yog'ingarchilikda ham. Sababi Svicha sorti juda ham bardoshli hisoblanadi qolgan navlarga nisbatan. Mana eksport bob, sidirib uzadi, sidirib atxot chiqmaydi, xudo xolasa. Mevalarni ko'rib turibsizlar, ekkan yillardan hosilni xudo xolasa olishni boshlaysizlar mana. Hozir ko'chatning ichida turib mana shunchalik meva qilib qo'ygan. Bizni kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, like bosishni esdan chiqarmanglar ushbu videoga. Like bosib, yaqin tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz videoni.